Darslarimizda davom etamiz. Ref va out kal so'zlariga bag'ishlangan. Kelinglar o'sha out kal so'zi haqida gaplashamiz. Agarda ref kal so'zining bajaradigan vazifasini yaxshi tushunib olgan bo'lsangiz, bu out kal so'zini ham tushundingiz degani, chunki ikkalasi deyarli bir vazifani bajaradi. Yana bir bor takrorlayman, ref va out umuman bir vazifani bajaradi. Refni tushungan o'sha dasturchi outni albatta tushunadi. Demak, o'sha talaba bemalol outda ham ishlashi mumkin. Xo'sh, farqi nimada? Demak, ularning bir xil ekan, o'sha foydalanish jarayoni, lekin ularda qanday farq bor? Buni kelinglar ko'ramiz. Demak, ularning qanday farqi bor? Bizda tasavvur qilaylik. Xo'sh, men chi bo'lib kelinglar. Xo'sh, menga bitta metod kerak. Masalani qanday tushuntirsak, hisoblar emas, keling qanaqadir hisob degan. Xo'sh, bizga oldingi darsimizning kodini ozroq ishlab berdim. Demak, bitta metod, ikkita metodimiz bor. Birinchi hisobla degani, bu yerda ref kal so'zi bilan a kirib kelyapti. Mana a'miz 1 ga teng. Va ikkinchi metodimiz bor. Bu yerda ref kal so'zining joyiga out qo'yamiz. Out va b yozib qo'ying. B ga teng. Va mana bu ham b ga. Bu ham b ga. Xo'sh. Umuman menimcha amaydi. Demak, farqi nimada? Farq shundaki, qachonki biz ref kal so'zini foydalanganimizda, u asosiy metodimizda ref kal so'zi bilan foydalanayotgan o'zgaruvchimizning qiymati oldindan ma'lum bo'lishi kerak. Demak, unga qiymat o'zlashtirilgan bo'lishi kerak. Mana masalan, men o'chirib tashlayman uni va bu bizda ba'zi bir muammolar keltirib chiqaradi. O'sha ref kal so'zining qiymati o'zlashtirilmaganligi, lekin men unga chekani yuborayotganim va undan qandaydir maqsadda foydalanmoqchi bo'layotganimiz muammo keltirib chiqarishi kerak hozir. Mana, demak, xatolik beryapti albatta. Faqat bu xatolik mana. Demak, o'sha a ning qiymati yo'qligi borasida qandaydir injiqlik bo'lyapti. O'sha mumkin emas. Demak, a yacheyka bo'sh bo'lishi mumkin emas. Unda qandaydir qiymat kiritib saqlangan bo'lishi kerak. Shundagina ref ishlaydi. Demak, ref ishlaydi va uning qiymatini o'sha a ning o'ziga o'zlashtirib qo'ya oladi. Bu bizga ma'lum. Xo'sh, endi out nima qiladi? Out ning vazifasi esa bu a ning qiymati o'zlashtirilgan, o'zlashtirilmaganligini o'ylab o'tirmaydi. Demak, b ning qiymati mavjud bo'lmagan holatda ham, b ning qiymati o'zlashtirilmagan holatda ham u bemalol ishlayveradi. Lekin u har doim b ning qiymatiga qandaydir qiymat o'zlashtirilishini talab qiladi. Ya'ni agar men mana bu kodni yozib o'chirib qo'yadigan bo'lsam, mana bu yerda out, bu yerga kal so'zini qo'yamiz. Out kal so'zini qo'yganimda u mana bu metodda ishlayotganda b ning darhol metod ichida foydalanish jarayonida darhol biron bir qiymat o'zlashtirishni majburan so'raydi. Xatolik beryapti, albatta o'sha 20-qatorda mana. Demak, metodning tanasida xatolik beryapti, b ga qandaydir qiymat o'zlashtirishimizni xohlayapti, so'rayapti. Joriy holatda 25 chiqyapti. Demak, b ga qandaydir qiymat o'zlashtirishimizni talab qilyapti. Bu endi keling buni so'zma-so'z farqini tushuntirib beraman. Farqi qanaqa? Ref kal so'zi bilan kiruvchi o'zgaruvchi bo'sh bo'lmasligi kerak. Ya'ni mana bu metodga kirayotganda bo'sh bo'lmasligi kerak. Undan qiymat qaytarib olish ham o'sha
qanday o'rgangan bo'lsak shunday bo'laveradi. Demak, bu mana bu yerga qiymatni o'zgartirib qaytaradi yoki o'zgartirmasligi ham mumkin. Umuman u kirish jarayonida bo'sh bo'lmasligi kerak bo'ldi. Out modifikatorimiz esa u kirish jarayonida bo'sh bo'lishi mumkin, lekin chiqish jarayonida u bo'sh bo'lishi mumkin emas. Bu degani undan bemalol foydalanishimiz mumkin. Bu hech qanaqa qiymat tashmasligi mumkin metodga o'zi bilan birgalikda, lekin metoddan chiqish jarayonida, metodning yakunlanish jarayonida u albatta bironta qiymat o'zi qabul qilinishi kerak. Bu bizga alt demak o'sha qiymatni olib kelish uchun ishlatishimiz mumkin. Refni esa qiymatni o'sha metodga yuborish uchun ishlatishimiz mumkin. Ikkalasining farqi mana shu o'rinda ko'rinib qoladi. Foydalanish jarayoni esa har birining o'zining o'rniga mos qo'yib foydalanish kerak. Yuqorida eslatib o'tdim. O'sha foydalanishda tartibsizlikka yo'l qo'ymaslik kerak haqida, out cal so'zi haqida ham xuddi shunday deyish mumkin.